Bilan unda gap streamchi ekan hali. Niyatingiz jiddiy. Niyatingiz jiddiymi deyapti? Agar sizni ham niyatingiz jiddiy bo'lsa, nima deysiz? Telefon qilib ko'raychi. Olarmikan? Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ahmad yaxshi kim bu? Qaytdimi? Boyasizmi Asadbekda? Esladim. Men tanlab yozaman-da, hammaga ham yozib deyman. Tanlab. Просто sizni barsafanligingizga ko'rib qoldim. Endi barsafan emas, men просто shunaqa video qo'yaman-da, videolar qo'yaman. Kimga balet qilasiz? Voy. Endi qaysi bir bo'lsa qilaveraman. Uyalmasdan Asadbek. Ertaga qaysi bir qiz yurtsa yururmisiz? Voy, bonu yomon qildimi? Yurib ketaraman. Asadbek kimsiz? Hozir bloklab qo'ysa-chi. Mana hozir ham siz bilan gaplashib ketaman. Qizsiz? Yo'q, qizim yo'q. Asadbek, unaqa gapirmang, men sizga yaxshi ko'raman degan Asadbek. Rasm so'rayapti-da, qo'yib qo'ydi. Asadbek, omimisiz? Nima u? Siz bilan bugun gaplashib ketaman, ertasi kuni boshqasi bilan deyapsiz. Bilan endiroqda tanishdingiz u qiz bilan. Hozirgi gapirgan gapim uchun kechiring, nima bilmasdan gapirib qo'ydim-da. Sizga Asadbek kalla qo'ydingiz, jigarim. Siz kalla qo'ydingiz, bugun siz bilan ertaga boshqasi bilan yurib ketaman deng. Asadbek.